sinonim grammatikalarga nimalar kiradi? Sinonim nima degani o'zi? Sinonim bu bir-biriga o'xshash va bir-biri bilan almashtirib ishlatsak bo'ladigan grammatikalar. Birinchi cho'kib grammatikalarni ko'ramiz, keyinchalik chungib grammatikalarni ham ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ya'ni bu sinonim grammatikalarni o'rganganni plus tomoni sigingizda, maragingizda bemalol bir-biri bilan almashtirib ishlatsangiz yaxshi ball, yaxshi o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan taassurot qoldira olasizlar. Ishga kirayotganda yoki yana qolganda bir-biriga o'xshash grammatikalarni almashtirib, har xil so'zlarni ishlatib gapira olgan inson albatta yaxshi taassurot qoldiradi. Xo'p, demak, birinchi grammatikamiz go, myonso, myo. Siz albatta bu grammatikalarni bilsangiz kerak. Go degani ib degani va ikkinchi ma'nosi ham bor, va degani. Ya'ni krigo dega go. Va degani. Birinchi ma'nosi bitta ish harakati tugatilib, ikkinchi ish harakatiga o'tilayotgan ishlatilsa, ikkinchi ma'nosi bo'lsa va degani u va bu. Masalan, men imagil tikko noreral puroyo desam, nima deyapman? Muzika eshitdim va muzika kuyladim. Shunaqa bo'ladi. Bu yerda va degan ma'noni beradi. Xo'p, myonso ham xuddi shunaqa. Bir paytda degani. Uni qilayotgan paytimda buni ham qildim degani. Myo mana u ham xuddi shunaqa ma'noni beradi. Ikkalovi ham bitta ma'noni beradi. Bitta shaklda va bemalol bir-biri bilan almashtirib ishlatsanglar bo'ladi. Faqat myoni yozma tilda, ya'ni yozma shaklda ko'proq ishlatishadi. Xo'p, misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak. TV'ril pogo pabil mogoyo. Televizor ko'rib ovqat yedim. Ya'ni bu yerda ham ikkita ish harakati bittada bajarilyapti. Imagil tirim yonso. Kongbu heyo. Musiqa eshitib o'qiyapman. Demak, bu yerda ham nima deyapti? Ikkita ish harakati birga bajarilyapti. Biz hozir birinchi grammatikamizda demak nimani ko'rdik? Ikkita ish harakati birga bajarilganda ishlatilinadigan grammatikalarni ko'rdik. Hop. Keyingi grammatikamizdan ko'rsak. Keyingisi jimaninde adodo. Bu qanaqa? Qarama-qarshilikni bildiradigan grammatikalar. Demak, biz birinchisida ikkita harakatni bir vaqtda bajariladigan grammatikalarni ko'rgan bo'lsak, birinchimizda ana endi qarama-qarshilikni ifodalaydigan grammatikalarni ko'ramiz hozir sizlar bilan. Birinchi jiman, lekin degani. Men ovqat yedim, lekin suv ichmadim. Men bugun uyga keldim, lekin oyim bilan ko'rishmadim. Ninde, ammo u holda yokida lekin degan tarjimasi ham bor, nindeni ham lekin deb ham tarjima qilsak bo'ladi. Ado, shunaqa bo'lsa ham, men uyga kelgan bo'lsam ham oyim bilan ko'rishmadim. Mana shunaqa holatda bemalol bularni sinonim qilib ishlatsak bo'ladi. Qarama-qarshilikni bildirayotganda. Endi nindeni oldindan aytib ketdik, 3 ta holatda 3 ta ma'nosi bor. Buni ham hali videolarimda tushuntiraman, keyingi videolarimda. Nindeni 3 ta ma'nosi bor. O'sha uchun ham birinchi ma'nosi bu qarama-qarshilikni bildiradi. Mana shu holatda, mana shu ma'noda kelsa, demak biz nindeni jiman bilan ham ado bilan ham almashtirib ishlatsak bo'ladi. Xo'p, misollarni ko'radigan bo'lsak, chukjiman pakke nagassoyo. Sovuq lekin tashqariga chiqdim. Sovuq bo'lsa ham tashqariga chiqdim. Demak, piga o'ninde sanchak hisso yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa ham sayr qilyapman. Yomg'ir yog'yapti, lekin men sayr qilyapman. Xo'p, hozirgi o'tadigan ikkita bir-biriga sinonim grammatikalarimiz shular. Hali keyingi darslarimizda yana
qolgan grammatika bir-biriga o'xshash grammatikalarni ham ko'rib ketamiz. Demak, biz sizlar bilan birinchisi ketma-ketli ikkita ish harakati birga bajarilayotganligi holatda o'tdik birinchisida. Go myon so myo bular. Demak, ikkita ish harakatini bitta vaqtda bajarilayotgan ishlatiladi. Ikkinchisi bo'lsa qarama-qarshilik. Jiman ninde adodo. Bu grammatikalarni bilsanglar kerak. O'sha uchun ham asosga qanaqa qo'shilishi va patchimda qanaqa o'zgarishi haqida gapirib o'tirmadim.